Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli ota-onalar. Bugun mana 248 o'rta ta'lim maktabida bugun biz Yolg'onga qarshi aqlli qalqon kitobimizni prezentatsiya qildik, hamda bolalar bilan ma'ruza o'tkazdik. Chakish, ichish va har xil dorilar iste'mol qilish bo'yicha o'shalarga qarshi kurashish, qaramlik to'g'risida gapirib chiqqanmiz. Juda ham ko'p bolalar kelishdi, 11-sinflar. 70 ta 80 ta bolalar bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha videolarni bugun ko'rsatamiz sizga. Juda ham yaxshi maktab ekan, juda ham bizga yoqdi. Juda ham aqlli tushunadigan bolalar o'qir ekan bu yerda. Direktori ham juda ham fayzli ayol ekanlar. Juda ham yaxshi ma'ruza o'tdi. Biz ishimiz qilgan ishimiz uchun xursandmiz. Xudoga shukr, mana sekin-sekin har bitta maktabga borib, o'sha narsalarni tushuntirib, O'zbekistonda ko'proq chakmaydigan avlod bo'lish uchun biz ish qilyapmiz. Juda ham chiroyli kitobimiz, xudo xolasa mana fevral oxirida chiqadi. Dunyo bo'yicha tarqaladi, xudo xolasa. Bizning planimizda 2030-yilgacha butun O'zbekistonda chakadigan yoshlarni sonini 2 barobar kamaytirishga, kamida 2 barobar. Sizlarni ham farzandinglar o'qiyotgan maktab bo'lsa, u maktabda ham biz o'tkazishimiz mumkin shu ma'ruzalarni. Faqat bizga murojaat qilishinglar kerak. Iltimos qilib, biz bilan bog'lansanglar, biz kelishib olamiz. Qaysi payt, qaysi kun, qaysi hafta, qaysi oy, qaysi maktabga borib o'sha narsani o'tkazishimiz. Mana o'zimiz bilan mana didaktik material ishlatganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu chakish tashlagan, bizning markazimizda chakish tashlagan odamlarni mana sigaretlar, zajigalkalari, mana bularni olib kelganmiz bolalarga ko'rsatishga. Bolalarga juda ham qiziqarli, chunki bu juda ham ko'p zahar bu yerda. Bu zaharni ko'rib, ular hayron bo'ladi. Haqiqatan shuncha ko'p odam chakish tashlaganmi deb so'rashadi. Haqiqatan shuncha ko'p odam tashlagan chakishni. Bizning markazimiz bugungi kunga 250 mingdan ortiq odamlarga yordam bergan dunyo bo'yicha. Har kuni shu son oshyapti. Kitobimiz chiqishi bilan sonlar xudo xolasa million bo'lib ketadi. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisizlar bolalar? Yana bir marta o'zim tanishtiraman. Mening ismim Timur Isxaqov. Men Stop Smoke degan chakish tashatirish markazining boshlig'i bo'lib ishlayman. Psixolog, adiktologman. 200 mingdan ortiq odamlarga yordam berganman dunyo bo'yicha chakish tashlashga. O'zbekistonda bugungi kunga 56 ming odam chakish tashlagan bizning markazimizda. Biz 20 yildan beri ishlayapmiz Toshkentda. Eshitganmisizlar qachondir shunaqa markaz borligini, chakish tashatirish markazi? Yo'q, ha? Nimaga eshitmagansizlar? Chunki shunaqa markazlarni kam ko'rsatishadi televizorlarda. Chunki sizlar chakadigan bo'lsanglar, bu juda ham yaxshi hisoblanadi sistema uchun. Uni sotadigan odamlar uchun. Sigaret sotadigan odamlar uchun. Sigaret ishlab chiqaradigan kompaniyalar uchun. Philip Morris degan kompaniyani eshitganmisizlar? Marlboro chiqaradi. British American Tobacco degan kompaniyalarni eshitganmisizlar? O'sha kompaniyalarga qarshi kurashamiz biz. Ularning puli juda ham ko'p, milliard dollarlar. Ular reklama qiladi hamma yoqda. Mana do'konlarga kirsanglar, ko'rasizlar, o'tda turadi, stoyka, katta stoyka, sigaretlar turibdi, yonib turibdi, chiroyli, ha? Chakmaydigan odamni o'ylaydi, "Voy, bu chiroyli narsa ekan, meni bitta chakib ko'raymi?" deb o'ylaydi. To'g'rimi? Balkim hozir sizlarning oranglarda chakib ko'rganlar bordir. 100% ga ishonchim komil, sizlarning ichingizda kamida 10% odamlar ozgina tutun nima qilib ko'rganlar emas, har kuni bir pochka chakadiganlar ham bor. Men bilaman, chunki men ham o'zim chakkanman yoshlikda. Men yoshlikda 3-sinfda chakishni boshlaganman o'zim. 3-sinfda. Hazillashib, adam chakkanlar adam o'sha chakan nimasini tashlaganlarida men olib chakib ko'rganman birinchi marta.
keyin bolalar bilan hazillashib mana shunaqa sekin sekin o'ynashib keyin chakib yuborganman. 5-sinfda o'qiganimda уже yarim pochga chakib yurardim. 20 yil chakkanman sigaret. 20 yil. Oxirgi 10 yil chakkanimda kuniga 2 pochka qizil Marlboro chakardim. Eng shunaqa achchiq sigaret hisoblanadi. Qizil Marlboro sigaret yoki Chesterfield degan sigaret chakardim o'zim. Hech kim menga yordam bera olmasdi chakish tashashga. Doktorlarga ham borganman, psixologlarga ham borganman. Juda ham ko'p chet elda ishlaganman. Chet ellik eng yaxshi mutaxassislarga murojaat qilganman, hech kim menga yordam bera olmagan. O'sha payt men o'zim psixolog bo'lib ishlaganman. O'sha paytda men o'ylashni boshladim. Hech kim menga yordam bera olmayapti, o'zimga yordam bera olmasam, hech kim menga yordam bera olmaydi. O'ylanishni boshladim. Qanday uni tashlash yo'llarini. Butun dunyoni praktikasini men o'qib chiqqanman. Dunyoda eng bilimli, eng nomi chiqqan mutaxassislar bilan hammasi bilan borib lichni o'zim ko'rishganman, gaplashganman. Rossiyada, Angliyada, Amerikada, Indiyada, Xitoyda, butun dunyoda. Даже ChatGPT ni bilasizlarmi? Ishlatasizlarmi ChatGPT? ChatGPTdan so'rasangiz Timur Ishaqov kimligini sizlarga aytib beradi. Dunyoda eng yaxshi chakshtirish bo'yicha mutaxassis deydi. Bugun biz O'zbekistonda ishlayapmiz. Chunki hozir O'zbekistonda yangi kitob chiqaryapmiz. Yolg'onga qarshi aqlli qalqon degan kitob. Bu kitobni o'qigan odam hech qachon chakmagan bo'lsa, hech qachon o'ylamaydi ham chakishni. Bir marta o'qisa. Bu katta kitob emas. 80-90 betdan iborat. Juda ham oson o'qiladi. Ichida juda ham ko'p illyustratsiyalar bor. Sizlarga ko'rsatganimdek, mana shu trilanadigan illyustratsiyalar. Har bitta keltirilgan misolga bitta illyustratsiya bor, trilanadi, gapiradi. Qachondir shunaqa trilanadigan kitoblarni o'qiganmisizlar? Bu birinchidan oddiy kitob emas, bu kitob o'yin Nikotin House-ni 6 burchakligi degan o'yinga instruksiya bu kitob hisoblanadi. Qo'lingizda hoy o'sha flyerda bir tomonda yozilgan o'sha yolg'onga qarshi aqlli qalqon chakmaydigan insoniyat uchun deb yozilgan. Ko'ryapsizlar? O'sha kitobni o'qigan odam, o'sha kitobni o'qisa, o'yinda ishtirok etishga o'rganib oladi. O'yinda yutadigan odam kamida oddiy iPod yutsa bo'ladi yoki iPhone yoki har xil sovg'alar, qimmat sovg'alar. iPhone 16 kimda bor? Bitta ikkita. Hammanglarda bo'lishi mumkin xohlasanglar. O'sha kitobni faqat o'qish kerak. Chunki bizning sponsorlarimiz juda ham boy, juda ham katta sponsorlarimiz bor. O'qigan odamlarga, o'sha o'yinda ishtirok qilgan, yutgan odamlarga katta sovg'alar bo'ladi. Tushunarlimi? Kim sovg'alarni yoqtirmaydi? Sovg'alarni kim yoqtirmaydi? Sog'lom odam, to'g'ri mana aytgansiz. Sovg'alarni yoqtiradi, to'g'rimi? Miyasi sog'lom bo'lsa, sovg'ani xohlaydi, to'g'rimi? Kim xohlamaydi? Xohlaydi, конечно. Sen bo'lsan, ish qilsang, o'qisang, ishtirok etsang o'sha o'yinda. O'yin ham juda ham qiziqarli. Bu o'yinda nima bo'ladi? Chakmaydigan odam yoki chakadigan odam bo'lsa ham farqi yo'q. O'yinni o'ynagan odam bu o'yinda chakadigan odamning hayotini yashaydi 2,5 soat ichida. Chakkan odam o'ynasa, o'yin tugagandan keyin chakishni xohlamaydi boshqa. Sigaretini tashlab yuboradi, boshqa men hech qachon chakmayman deb yuboradi. 10 yil chakkanmi, 20 yil chakkanmi, 1 pochka chakkanmi, 10 pochka chakkan farqi yo'q. Miyasida o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'yin miyani o'zgartiradi. Sizlar qo'lingizda ushlagan kitob ham miyani fikrlash yo'lini o'zgartiradi. Sizlar sigaret to'g'risida nimani bilasizlar hozir masalan? Mana siz esmingiz nima sizni turing? Aha, siz.
Asilbek, sigaret bu nima? Bilmaysiz? Sigaret tashlash og'irmi, osonmi? Qiyin bo'ladi. Endi hammaligi kattalar aytadi, chakish tashlash juda ham og'ir deydi. Chakmagin bolam, chakmagin o'g'lim deydi. Chakmagin qizim, jiyanim, ukam. Chunki keyin tashlash og'ir deydi. Eshitganmisizlar shunaqa gaplarni? Eshitgansizlar, mana o'tiring. O'sha aytilgan gap, mana shu og'ir degan gap bu yolg'on. Birinchidan bu yolg'on, ikkinchidan bu virus dasturi. O'sha virus dasturi miyaga o'tirib qoladi. Keyin odam chakish tashlamoqchi bo'lsa, o'sha virus dasturi tepaga chiqib ishini boshlaydi. Virus dasturi degan bu zaharli dastur degan, tushunarli-a? U virus dasturi odamlarni vaqtini cho'zadi. Ertaga tashiyman deydi, indinga tashiyman, yangi yildan keyin tashiyman. Mana 8-mart kelsa, qizimga podarka qilaman, tashiyman deydi sigaret. Yoki mana Navruz kelsa tashiyman. Yoki hayit kelsa hayitni tashiyman deydi. Yoki ro'za kelsa ro'za tashiyman. O'shanaqa birinchi ro'zadan ikkinchi ro'zaga, 4-ro'zaga ketaveradi. Mana shunaqa tashlash cho'zilib ketadi. 10 yillab, 20 yillab odamlar chakkan. Men 20 yil chakkanman shunaqa, har kuni tashiyman deb. Faqat o'zim metodikamni ochganimda o'shani tushunganimda virus dasturlariga antivirus dasturlarini o'rnatganimda miyamga, o'shanda chakishni umuman xohlamadim. Hamma odamlar bizning dunyoda virus dasturlariga ega. Hamma miyada virus dasturlar bor. Masalan, shunaqa virus dasturi borki, kola ichsang, yog'li narsa tez hazm bo'ladi deydi. Eshitganmisizlar uni? Bu yolg'on bu. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Bu yolg'on. Odam o'shanga ishonib, kolani ichadi, o'ylaydi hazm bo'ladi deb. Hazm bo'lmaydi. Kola undan battar qilib tashlaydi nimani. Shu bu virus dasturi. Yaxshi dasturlar ham bor dunyoda. Masalan, O'zbekistonda juda ham yaxshi dastur transportga o'tirganingizda kattalarga joy berish, ha? Bu yaxshi dastur. Mana kattalarga joy berish. Germaniyada masalan unaqa dastur yo'q. Germaniyada metroga qariya kirsa, hech kim turmaydi. Otaxon mana o'tiring, onaxon o'tiring demaydi hech kim. So'rasa joy beradi, so'ramasa turmaydi o'zi. Tushunyapsizlarmi? Ularda yo'q. Zato ularda yaxshi dastur bor. Musor bo'lsa, qatgadir aruga yoki metroga tashlamaydi ular. Urna bo'lmasa, cho'ntagiga solib, uyiga borib, uyida tashlab yuboradi. Tushunasiz? O'shanga ularda joyi toza ularni, Germaniya toza joy. Endi hozir juda ham ko'p immigrantlar kelgan, o'tda ham hozir nima kirib bo'lib ketyapti sekin. Tushunyapsizlarmi? Virus dasturlari chakishga qarshi kurash uchun o'sha virus dasturlarini o'zgartirish kerak, miyada bor virus dasturlarini. Tushunish kerak, nimaga chakish zaharli, nimaga chakishni boshlash kerak emas. Tayyormisizlar yo'q qilishga virus dasturlarini? Juda ham yaxshi, tayyor bo'lsanglar. Endi sigaret bu nima? Asosiy aspektlar sigaret nimaligini. Sigaret bu birinchidan zahar, zahar. Mana hozir sinfda gaplashganda bitta qiz aytdi, sigaret bu kasallik dedi. Mana shu juda ham to'g'ri fikr. Chunki sigaret bu kasallik, bu pandemiya. Har bitta chakadigan odam bu kasal odam hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Kasalligi chakish. O'sha kasallik bu yillab davom etadi shu kasallik. Uni davom etish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Odam o'zim irodamga ishonib tashiyman deydi. Iroda sigaret tashlash uchun iroda umuman kerak emas. Men sizlarga o'sha sirni ochyapman hozir. Iroda sigaret chakish tashlash uchun kerak emas. Sigaret chakish uchun iroda kerak. Qanday bu sizlarga eshitilyapti? Chakish uchun iroda kerak. Chunki chakadigan odam u biladi, to'g'rimi? Sigaret zaharligini, sekin o'ldirishini biladi, to'g'rimi? Qanaqadir kasalliklarga keltirishini biladi odam. Lekin
o'sha narsalarni bilib turib chakadi. O'sha narsani bilib turib chakish uchun iroda kerak. Tushunyapsizmi? Haqiqatan o'shanda iroda kerak. Chakish uchun iroda kerak. Chakish tashlash uchun iroda kerak emas. Chakish tashlash uchun to'g'ri fikrlash yo'li bo'lishi kerak odam. To'g'ri fikrlash kerak. Virus dasturlariga ishonish kerak emas. Virus dasturlariga ishonmaslik uchun antivirus dasturi bo'lishi kerak odamda. Tushunyapsizlarmi? Antivirus dasturi. Masalan, hammanglar Xudoga shukr, mana musulmon bolalar ekansizlar hammanglar. Endi rus maktablardan ham o'tkazamiz, xristian bolalarga ham tushuntiraman. Endi musulmonlarga men ham alhamdulillah musulmonman, menga osonroq bo'ladi sizlarga tushuntirishga. Mana iymon yoki mahkam bo'ladi yoki zaif bo'ladi, to'g'rimi? Mahkam iymon bo'lsa, odam masalan yomon narsa qilmaydi, to'g'rimi? O'g'rilik qilmaydi. Ota-onasiga hurmat qiladi, to'g'rimi? Kattalarni hurmat qiladi. Iymoni zaif bo'lsa, u odam har xil narsalarga qo'lini teg'izishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa o'sha iymonni mahkam qilish uchun biz nima qilamiz? Hadislarni o'qiymiz, to'g'rimi? Qur'on o'qiymiz. O'sha Qur'on, hadislar bu antivirus dasturlari. Tushunyapsizlarmi? Antivirus dasturlari. Kimga qarshi antivirus dasturi? Iblisning qiliqlariga. To'g'rimi? Iblisning qiliqlariga bu antivirus dasturi hisoblanadi. Qur'on va hadis. To'g'rimi? Endi chakishga qarshi kurash uchun boshqa antivirus dasturlari kerak. Qur'on bilan hadis yetmaydi. Tushunyapsizlarmi? Chunki Qur'on bilan hadis yetganda O'zbekistonda ham boshqa musulmon davlatlarida hech qaysi odam chakmaydigan bo'lardi. Tushunyapsizlar? Chunki Qur'onda aytilgan chakish to'g'risida aytilmagan, ichish to'g'risida aytilgan. Ichish bu iblisdan deyilgan. Kim o'sha narsaga qo'l tegizsa, qilsa, sotsa, tarqatsa yoki ichsa, даже odam o'zi ichmasa, faqat sotsa do'konda o'tirib, bu o'zi u odam bilan payg'ambarimiz nafratlanadi. Tushunarlimi? Endi chakish bo'yicha antivirus dasturlari bizada bor. Tayyor antivirus dasturlari. O'sha hamma dasturlarni miyaga o'rnatish uchun sizlarni ishinglar faqat bitta. Kitobni olasizlar, kitobni o'qiysizlar. Bir marta o'qisanglar, programma o'zi miyalarga o'tiradi, avtomat. Shunaqa o'ylab chiqarilgan. Tushunarlimi? Bu NLP terapiya degan. NLP degan bu neurolingvistik programmalash. Gap bilan odamni programma qilib qo'yish. Tushunyapsizlarmi? Programmalash. Sizlarni kitobni o'zi programmalaydi. Endi hozir sizlarga biz programmani qo'lingizga berdik. Mana shu turibdi-yu qog'oz qo'lingizda, flyer. O'sha flyerda uni ochsanglar, u yerda knopka chiqadi, ekranning tagida knopka. Hozir telefonlar yo'q, hozir ko'rsatardim. Knopkaga bosasizlar, bizani saytga o'tasizlar. Sayt ham yozilgan u yerda. Tushunarlimi? Saytga o'tasizlar, bizani kanallarga o'tasizlar, topasizlar, Yong'inga qarshi aqliy qalqon degan kitobni topasizlar. Ota-onangizga aytasizlar. O'sha kitob bo'lsa, sizlarda o'sha kitob ichida kod dostupi bor. Kirish uchun login, parol bo'ladi. Lichniy kabinetga registratsiya qilinasizlar saytimizda. O'sha kitobni o'qiysizlar, viktorinada savollarga javob berasizlar. To'g'ri savollarga javob bersanglar, o'yinga dostup ochiladi sizlarga. O'yinga. Bu o'yin международный o'yin. Birinchi Toshkentda o'tkaziladi, keyin viloyatlarda o'tkaziladi, keyin respublikanskiy bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi joy bo'ladi. Endi bu degani faqat 1-chi, 2-chi, 3-chi joyga podarkalar emas, hammaga sovg'a bo'ladi. Tushunarlimi? Hamma ishtirokchilarga. Ras ishtirokchi bo'ldingmi o'yinga, baribir bitta sovg'a bo'ladi senga. Tushunarlimi? Chunki ishtirokchi bo'lish uchun kitobni o'qish kerak, javob berish kerak, savollarga ham o'yinni o'ynash kerak. O'yin juda ham qiziqarli o'yin. Unaqa o'yin sizlar hech qachon o'ynamagansizlar. U
telefonda o'ynaladigan o'yin emas. Bu stolda katta o'ynaladigan o'yin. O'yinni просто fishkalarni yurg'izib nima qilish emas. U yerda hammasi smartfon orqali o'ynaladi. Smartfon bilan rasmlar trilanadi, ko'rsatadi nima qilish. Tushundinglarmi? Shunaqa bo'ladi. Chakish, men o'zi bugun aytib bo'lganman, mana sinfda gapirganimda, kimni ota-onasi chaksa, ota-onasi chak yoki ukasi chaksa, akasi chaksa, qo'shnisi, sizlar yordam bera olasizlar ularga chakish tashlashga. Kitobni o'qisanglar. Kitob o'qigan odam juda ham katta savob qiladi. Tushunyapsizlarmi? O'rtog'inglar masalan chakayotgan bo'lsa, o'sha kitob o'qib, unga yordam bera olasizlar. Hozir masalan nima deysizlar? Chakma, bu zahar deysizlar. Bo'ldi. Boshqa hech narsa deya olmaysizlar. Chakma o'lasan deysizlar. To'g'rimi? Kitob o'qisanglar, chakma o'lasan emas, nimaga chakish kerak emas. Chakayotgan bo'lsang, kimsan chakayotgan bo'lsang? Chakadigan odam kim u? Bilasizlarmi? Chakadigan odam bu qul hisoblanadi. Qul. Kimmi quli? Allohning quli emas. Allohning quli bu tug'ilgandan o'sha Allohning quli. Bu plus iblisning quli bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Chunki jinlar chaktiradi odamni. Jinlar odamni chaktiradi. Nimaga chaktiradi? Chunki ularga odamlarning quvvati kerak. Energiyasini sug'urib olish uchun sizlarni chaktiradi. Aro ichtiradi. Har xil hozir mana dorilar chiqqan. Bilasizlar, psixotrop dorilar juda ham ko'p tarqalgan. Yangi qanaqadir konfetlar ham chiqqan. Qanaqadir konfetlar. Ha? Yeb ko'rganmisiz? Yemang, uni juda ham zaharli. Konfetlar ham chiqqan, mana shunaqa har xil narsalar. Bu yovuzlik kuchlar. Har xil yo'llarni nima topadi, odamlarni qaram qilib qo'yish uchun. Qaram bo'lgan odam o'zini o'zi kontrol qilmaydi. O'zini kuchini, quvvatini kontrol qila olmaydi. Kuchini kerak emasli joyga o'tkazadi. Sport zalga bormaydi u. U boradi, anti chakishga boradi o'rtog'i bilan. Ha? Yoki o'quv markaziga bormaydi, arab tilini o'rganishga masalan. U antga borib o'rtog'i bilan pivo ichadi. Tushunarlimi sizlarga? Endi sizlar o'sha o'rtoqlaringizga o'rnak bo'lishinglar uchun o'sha kitobni o'qiysizlar, o'sha kitobni o'rganib olib, o'yinda ishtirok etasizlar. O'shani o'qib chiqsanglar bo'ladi. Hammasi bizning saytimizda yozilgan. Hamma savollarni mana shu QR kod orqali kirib, hamma savollarni bersanglar bo'ladi. Qanaqadir savollar bormi hozir chakish bo'yicha? Ha? Endi ChatGPT shunaqa-yu, bir kun bitta narsani aytadi, ikkinchi kun boshqa narsani aytadi. So'rash kerak yaxshigina. Hindistonlik odam? Yo'q, men emas. Yana savollar. Biza hozir mana eshitaman. 6-8 kishi o'ynasa bo'ladi. Stol katta bo'lsa 10 kishi, 12 kishi ham o'ynasa bo'ladi. Qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha cho'ziladi o'yin. Har bitta odamga vaqt kerak bo'ladi. 6 ta odam 2,5 soatda o'ynab tugatish kerak. Uydagilar ota-onanglar chakadigan bo'lsa, u yerda silka bilan kirib, bizning botimizda любой savollarni bersanglar bo'ladi. Fayeda bitta banner osib qo'yamiz, o'sha kitob bo'yicha nima, reklamniy banner. O'sha yerda QR kod bo'ladi, o'sha QR kodni bemalol skanerlab, bizning nima yoki uzun marketdan olsanglar bo'ladi kitobni, yoki bizlar bilan bog'lanib, bizning nima ofisimizdan olib ketsanglar bo'ladi kitoblarni. Tushunarlimi? Juda ham yaxshi. Yana savollar bormi? Biz yana kelamiz, bu oxirgi marta nima uchrashishimiz emas. Xudo xolasa yana uchrashamiz, sizlarga yana ko'p narsani tushuntiramiz. Bo'ldi, bo'lmasam salomat bo'linglar.
yaxshi. Hech qachon chakmanglar. Chakayotgan bo'lsanglar, qo'rqmanglar. Chakish tashlash oson. Kitob o'qinglar, yo'lini bilib olasizlar. Juda ham oson chakish tashlash. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan va siz uchun Timur Ishaqov va Stop Smoke chakish tashlattirish markazi. Salomat bo'ling.